Navbatdagi o'rnatuv jarayonimiz Andijon viloyati Shahrixon tumaniga avtomatik rol starni temir stalniga hamda yoniga kalitkasi bilan birgalikda o'rnatib berganmiz. Darvozamiz bo'yi 3.25, eniga 3. O'ziga xos uslubda o'rnatib berdik. Darvozamiz ichkaridan ko'rinishi katta radio blok hamda svet bo'lmaganda rushnoy holati, remont bo'layotgan obyekt. Ushbu komplektimizda ikkita pulti bo'ladi hamda o'zidan radio blokdan boshqaradigan funksiyasi ham bor. Darvozamiz narxi keladigan bo'lsak, kvadrati $90 dan $140 gacha. Batafsil ma'lumot ekran pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz tushuntirib o'tiladi. Ish jarayonimiz bitdi, mana